savdosi bor. 3600 dollar. Yana arzon bo'ladi. 3000 mi? Qancha? Kelishtiramiz endi. Qanchaga berasiz? Vaqt bo'lsa qanchaga beramiz? 3400. 3300 ham qilamizmi? Nasiya Veki variant 49 millionlar. Naqd. 50 million o'zimi? 50 millionga ko'ramiz. Bo'lishi mumkin. Nasiya Veki variantichi. Yetmay qolgan kutadi bir 15-20 kun. 15-20 kun nasiya. 4400. Ya tushamizmi? 4200 ga beramizmi? 4300. 4300 dollar bo'lsa beramiz ekan. Telefon raqamingizni bering. 5300 dollar arzon bo'ladimi? 4800 dan vaqt bo'lsa. Bo'ladi. Ya tushamizmi? Beramiz. 6300 dollar savdosi bu. Necha pulga beramiz? Naqd bo'lsa. 100-200 ga beramiz. Oltin o'ziga ham yo 5900 mi? 600 ga beramiz. 6100. 6000 naqd bersakchi. Bo'lmaydi. 6100 dollar ruslarga berib yurar ekanmiz. Telefon raqamingizni bering. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'laringiz yaxshimi? 6-aprel sanasidan bugun sizlar uchun Samarqand mashina bozoridan Damas'lar narxidan video tayyorladim. Albatta oxirigacha tomosha qilinglar. Damas'ning zo'rlari bor, arzonlaridan bor, tayyor, ya'ni olib faqat haydaydigandan bor. Narxlarni harakat qildim, arzonroq qilib kelishtirishga, yana o'zlaringiz telefon qilasizlar, savdolashasizlar. Shunday ekan, like bosinglar, kommentariyada qaysi Damas yo'qdi yoki yana qanaqa mashinalar qiziq, buni har doim aytaman. Yozinglar. Qayerdan ko'ryapsizlar, buni ham yozinglar. Bu men uchun qiziq, harakat qilaman har bittangizga javob yozib chiqishga. Shunday ekan, barchaga yaxshi kayfiyat. Videomizni boshlaymiz. Aytgancha avtokiz bo'yicha o'zimizga telefon qilsangiz bo'ladi, Damaslarimiz bor. Mashina olmoqchi bo'lsangiz, qayerdan olay deb o'ylab yurmang, chunki men o'zim sizlar uchun avtosalon ochdim. Bizdan siz avtokreditga, naqdga avtomobillarni olishingiz mumkin. Masalan, Gentra, Damas, Nexia 3, Cobalt hammasidan bor. Hozirda ko'pchilik hamyon bo'lib, arzonlaridan ko'p so'rashyapti. Shuning uchun sizlarga Nexia 3 ning avtomatlari arzonlaridan, Cobalt arzonlari, pachkalari, Damas'ning tayyorlari bor. Avtokreditga ham bular juda kam pul bilan chiqadi. Greta 2000 dollarlarga sizga mana bu Nexia 3 larni berib yuborishimiz mumkin. Manzilimiz Samarqand shahar Samkoch yo'lida, ya'ni Erkin savdodan Samkochga boraverishda o'ng qo'lda bo'ladi. Undan tashqari sizlar uchun mashina bozorda ham joy ochganmiz. Bozor kuni ham siz bemalol bizani oldimizga kelsangiz agar, sizga bozorning o'zidan ham yaxshi mashina topib beramiz. Avtokreditga, naqdga farqi yo'q. Pastda nomer qoldiraman do'stlar, telefon qilinglar. O'zimizda bor mashinalarni bolalar hisoblab berishadi. Masalan, nech pulingiz bor, o'shanga qarab ham sizga hisoblab beraveramiz. Xo'p, bizda bo'lmagan avtomobillarni ham sizga boshqa yerdan zo'rlarni topib avtokreditga chiqarib bera olamiz. 12-yil ekan Damas do'stlar. Oq rangda 13lik Euro diskalar qo'yilgan. Kraskasi bormi uni aka? Tozami? 183 ming kilometr mashinani yurgan ekan. Buni saloni ichi. Chexol, poliklar bor. Xullas, magnitofoni bor mashinada. Gaz qanaqa edi? Propan. Xo'p, kraskasi toza deyishyapti. Propan gazi bor ekan. Mana mashinamiz. Zadniy moz korotkasida ishi yo'qmi? Yo'q, zadniy moz korotka, motor, javob. Motor hammasini bemalol tekshirib olsak bo'ladi. Xo'p, nech pul ekan aka mashina? 4600 dollar. Kelishamizmi? Nech pul qilib beramiz naqdga? 4400. Ya tushamizmi? 4200 ga beramizmi? 4300. 4300 dollar bo'lsa beramiz ekan. Telefon raqamingizni bering. 91 530 1001. 2015-yil ekan marhamat. Qaymoq rangda karintal diska balonlar qo'yilgan mashinaga. Kraska qayerda bor? Petno birikta joyda. Gaz? Metan. Mana bu mashina. Qancha yurdi bu? 150 ming kilometr mashina yurgan ekan do'stlar. Mana polik, chexol. 159 ming kilometr mashina probegi, mana bu salonni ichi. Polni qoraytirilgan patologlar. Mana mashinamizning ikkinchi tomoni. Nech pul deyapsizlar? 5300 aka kelishtirib beramiz. 5300 dollar arzon bo'ladimi? 4800 dan vaqt bo'lsa. Bo'ladi. Yana tushamizmi? Yo'q, oxiri. Nasiya Veki variant? Bor. Bor. Telefon raqamingizni bering.
91'lik 91 530 530 1001. 1001. 2010 yil ekan do'stlar, marhamat. Oq rangda ekan Damas'imiz 13 riyoni shtampovka, ya'ni Euro diskalar qo'yilgan yumshoq baloni bilan. Kraska bormi? Aka mashina. Sizlardan kraskasi bormi buni? Kraskasi. Pitonlar bor, ikkita parol bilan kilochan pasti, shu pitonlar bor. Lekin u alishgan palashgan joyi yo'q. Kiloni pasti ikkita parolda. Gazi metal shunaqami? Gaz metan. Zadniy moskarovkada o'zlar bor. Motor kalkulator. Motor yo'q emaydimi? Yo'q. 2010 yil. Hozir narxini so'raymiz. Mana mashinamiz orqasi. Gaz qanaqa edi bu? Metan gazda. Salonni ichi. Polik chexol. 126 ming kilometr mashina yurgan ekan. Mana salonni ichi. Nech pul ekan mashina? Qancha ekan aka bu? Mashina nech pul ekan? Nima? 3600 yapon savdosi bor. 3600 dollar. Yana arzon bo'ladi. 3000 mi? Qancha? Kelishtiramiz, endi. Qanchaga berasiz? Vaqt bo'lsa qanchaga beramiz? 3400. 3300 ham qilamizmi? Nasiya Vekuf bayram? Bo'ladi. Telefon raqamingizni bering. 91'lik 91 536 536 1228. 1228. Vekufga qancha beraylik aka? 1000 beramizmi? Bu shu 1.5 da. 1.5 bersa qolganini Vekuf beramiz a. Xolos. 21 yil ekan do'stlar, Navoiydagi Damas'imiz oq rangda karimtal diska balonlar qo'yilgan. Gaz metana. Metan gazi bor mashinani. Yangi balonlar qo'yilgan. Salonni ichi. Polik chexollar qilingan ekan. 70 ming kilometr mashina yurgan. Mana bu salon. Patologlarga koja tortilgan, chexollari bor, magnitofoni bor mashinani. Kraska toza. Toza kraskada. Mashinamiz orqasi. Nech pul narxi? 6300 deb kesib beramiz. 6300 dollar savdosi bor. Nech pulga beramiz? Naqd bo'lsa. 100-200 ga beramiz. Oltin o'ziga ham yo 5900 mi? 6100 ga beramiz. 6100. 6000 naqd bersak-chi? To'g'ri. Bo'lmaydi. 6100 dollar ruslarga berib olar ekanmiz. Telefon raqamingizni bering. 88 lik 88 892 896 92 892 892 22 99. 22 99. Do'stlar, marhamat, 2018 yil ekan Damas'imiz. Bu metan gazi bor. Oq rangda. Kraska bormi aka? Yo'q, petno bor. Petno bor. Qayerda petno? Bitta joyda mana bu yerda bor, bu tomonda orqa eshikda. Mana bu yer bilan oq eshik. Petno mana bumi? Tekkan joyimi? Yo'q, bo'yalganmi? Yo'q, o'sha qo'g'u cho'pchami? Metan gazi bor. Qancha yurgan bu? 144. 144 kilometr mashinamiz probegi. Oldi mana bunaqa absofkalar qilingan ekan, unaqa. Yaltir yultir. Yumshoq balon taqilgan. Mana bumi ikkinchisi. Ikkinchisi mana bu. Shunka. Aka matchlarni uğraşmıyor. Yo'q, aka Damas qilamiz. 4 eshik, orqa bagajni shunka bo'lgan. Motor hadoida ishi yo'qmi aka? Nech pul ekan mashina? 5200 ver. 5200 dollar. Arzon bo'ladimi? Bo'ladi. Qancha qilib beramiz? 4800 naqd bo'lsa beramiz. 4800 dollar naqd bo'lsa aka. 4600 bo'lsa beramizmi? Yo'q. 700. 4800 oxiri 4800, 18 a yili. 2018. Telefon raqamingizni bering. 77 77 086 086 38 38 01. 01. Navbatdagi Damas'imiz 2013 yil ekan. Oq rangda kraska bormi? Kraska 10% bor. 10%. Qaysi tomonda aka 10%? O'ng tomonda 10% bo'ldi. Qolgan joyi toza. 13lik balonlar, yumshoq balonlarda. No, mashinamiz orqasi.
Tak, bu tomonda 10% kraska bor deb aytyaptilar. Metanmidi bu, to'g'ri? Aha. 121 ming kilometr yurgan. Reklamasiga. Motor ochilmagan. Chiqonlari заводской ekan. 121 ming kilometr mashinani probegi ekan. Motor yo'q yemaydimi aka? Unaqa ochilmagan. Yo'q, ochilmagan motor. Xo'p, necha pul ekan aka mashina? 55 million. 55 million so'm so'rayapti. Kelishamizmi? 49 millionlar. Naq. 50 million o'zimi? 50 million bo'lsa ko'ramiz. Bo'lishi mumkin. Nasiya Veki variantichi. Yetmay qolgan kutadi bir 15-20 kun. 15-20 kun Nasiya. Telefon raqamingizni bering. 94 009 0663. Bunisini olgan. Navbatdagi Damas'imiz 2020-yil ekan do'stlar. Oqlayinda kraskasi bormi buni? Kraskasi bor aka. Qayerda kraska? O'ng tomonda bagajida. O'ng tomon polni bo'lganmi? Kamroq fitnosi borda. Bagajda. Probeg qancha? 1 krut. 1 krut. Diska balon qo'yilgan karmita. Tak, metan gazi bor ekan. O'ng tomon bagajda kraska bor xolos. Mana bu tomon polni bo'lgan menimcha. И bagajda. Salonni ichi. Polik и chexoli o'ziniki mana. Katalogga material tortishgan 116 ming kilometr mashinaning probegi. Motor zadniy most коробка Zo'r, hamma tarafi zo'r. necha pul deyapsiz? 5,5 hay kelishtirib beramiz. 5,5 ming dollardan. Mana shunday. 5 ni o'ziga beramizmi? 52 ni ko'rdi aka. 5200 ga bermadingiz? Men bermadim aka. O'shanga beramizmi? Kraskasi bir tomoni deyapsiz-ku. Hay, telefon qilsang kelishamiz aka. Xo'p, telefon raqamingizni bering. 50 lik kodi 50 887 887 0855. 0855. Do'stlar 2012-yil ekan mashinamiz, qaymoq rangda. Kraskasi bor buni. 15-20% kraskasi bor. Mana mashinamiz do'stlar. Tak. Yumshoq balon taqilgan, metan gazi bor ekan. Polik chexoli bor mana. Kataloglarga material tortishgan. Xo'p. Salonni ichi. Balonni 13 lik ekan, uni kalpak qo'yishgan, karmitalniki. Ha aka. Qo'yamizmi? Bo'l. Zadniy most коробкасida o'zi bormi? Yaxshi. Bormi o'zi, yo'qmi? Yo'q. Olmishda salgina bor. Nech pul? Nech pul so'rayapsiz mashinaga? 4 ming dollar. Kelishamizmi? 3,5 mi naqdga? 600. 700. 3700 dollarga. 15 mi deyildi? 12. Telefon raqamingizni bering. 93 239 59 21. Mana bu mashina do'stlar. Telefon qilasizlar, so'raysizlar. 2004-yil ekan, marhamat. Damas 1 qidirganlar bo'lsa agar qaymoq rangda. Kraska qanaqa bo'lgan aka? Polni asli yetmi? Bo'lgan udar bitta narigi shopir deyishdi bor. Qolgan joyda Narigi shofirnashga bitta udor bor. Bu rangi shunaqa bo'lganmi oldin? shunaqa bo'lgan ha. Gaz? Yumshoq balon, metan gaz. Metan gaz, 4 ta yumshoq balon, 12 lik diskan o'ziga. Zadniy most коробка qanday? Zadniy ovoz bor, коробка motor zo'r. Zadniy most ovoz bor. Mana salonni ichi. Tak, 757 ming kilometr yurgan ekan. Motor bo'lgan bu. Qachon motor qilingan? 6 oy bo'lgan ekan mana. Yurgani ko'p ekanda, o'zi o'shanga aytyapman. Nech pul mashina aka? 40 million kami. 40 million kam bu. Bu degani qancha? 35 millionlarmi? 35 ga bermayman aka. Beramizmi o'sha bermaganingizga? 36, 37 bo'lsa beramiz. 36 bo'lsa beramiz. Nasiya ekvivalent 1 oy, 2 oy, 3 oygacha.
3 oygacha nasiyasi. Telefon raqamingizni bering. 94 94 144 144 33 33 12. 12. 22-yilda bo'lsa marhamat. Oqrangda diska balonlar karmital gazi bormi? Metan gazi bor. Xo'p. Yumshoq balon taqilgan ekan, mana bu mashinamiz orqasi. Kraska bormi aytgancha? Tozami? Qancha yurgan? 73 ming. Polik, chexol, kataloglar nima bo'lgan? 73 ming kilometr bo'lgan. Shumka polni bo'lganmi? Polni bo'lgan. Zadniy moz korobka, motorlar yaxshimi aka? Tamomcha. Xo'p. Nech pul ekan aka mashinamiz? 6800 dollar. Arzon bo'ladimi? 6000 deb qo'yishdi bozorga kelib. 6,5 ko'rdi. Bermadingizmi 6,5 ga? Bering, o'sha 6 ga berib olamizmi? Normal narx aytdim ekan aka, 6,5 degan bo'lsa. Normalniy narx aytdim. 20 ga. 600 da turibdi-da o'zi. Ha, 6,5 dan deb beramiz. 6,5 bo'lsa ham beramiz. Nasibik variant, Avtokreditda. avtokredit bo'ladi. Telefon raqamingizni bering. 99 99 281 281 1578. 1578. Navbatdagi damasimiz 23 ga 20 tur. Oqrangda. Gazi bormi aka? Propan gazlari bor. Propani bor. Probegi qancha bo'lgan? 12000. 12000 kilometr. O'zini заводской diska balonda ekan. Hozir mashinamiz propan gazi bor. Orqasi. Polna. Hamma joy shumka bo'lgan. Polik, chexol. Mana bu salon. Patologlarga material tortishgan ekan. Tak. 12000 yurganmi? Kolonka barlari bor. 12000 kilometr yurgan. Aytgancha kolonkalari bor ekan aytgancha mana. Xo'p. Necha pul so'rayapsiz aka mashinaga? 7400. 7400. 23 ga 20 to'g'ri bu? Ha. Kam kisa qancha? 6800 danmi? Yo'q. 7100 bo'lsa beramiz oxiri. 7100. 7 ga beramiz. Yo'q, Bo'lmaydi. qilyapti hozir bozor. 7100 dollar bo'lsa berar ekanmiz. Nasibik bayram. Avtokredit qilib bera olamiz. Avtokredit. 15 kun yetmaganini kutamiz. 10-15 kun nasiyasi bor. Telefon raqamingizni bering aka. 98lik 3 1 98 3 1 70 80. 70 80. 22 ga 23. Oqrangda Volkswagen diskalar qo'yilgan. Gazi ham bormi aka? Bor, metan. Metani bor. Qancha yurgan? Bu 25 ta bo'lyapti. 25000 kilometr yurgan ekan Damas. Metan gazda. Orqasi. Nechinchi yillik? Ikkinchi tomoni mashinamizda. Polik, chexol, patolog 24 ming kilometr mashina yurgan ekan. Hamma joy chotkimi aka? Ha, aka. Mana bu yerda bitta sal qilingan joy. Mana bu salgina qirilgan bu. Radnoy mashina. Bitnometni ishlaydi. Nech pul ekan bu? Bo'lishini aytaymi? Bo'lishini aytavering-chi. 6600 bo'lsa berib olamiz. 6,5 mi yo nimasi? 6600 bo'lishi. Bo'lishi 6600 ekan. Savdolashamiz deyaptilar. Nasibik variant. Avtokredit qilib beramiz. Yetmaganicha 10 kun 15 kun kutamiz. Avtokredit bo'ladi. Telefon raqamingizni bering aka. 98lik 98 3 1 3 1 70 80. 70 80. 2014 yil ekan Damas. Xo'p, mana bunaqa Mercedes diskalari bilan ekan bu. Kraskasi bormi? Toza. Top-toza. Gaz? Metan. Metani bor. Xo'p. Mana saloni ichi. Polik, chexol. Orqalar. Patolog, kolonka, magnitofoni bor ekan. 169 ming kilometr mashinamiz probegi ekan. Tak. Kraska tozami aka? No, mashinamiz ikkinchi tomoni. Aka bu qancha ekan bu? 5200? Arzon bo'ladimi? Nech pul qilib berasiz? 5000 dan beraman. 4,5 mi? Yo'q. 4700. 800 dan beraman.
4800 bo'lsa berar ekanmiz. Nasiya ekib variant. Telefon raqamingizni bering. 520 520 0253. 0253. Marhamat 24-yil ekan mashinamiz. Damas 2. Gazi bormi? Metan gazda 12 kilo o'zining diskalarida. Balonlar yumshoqon taqilgan. Kraska qayerda aka bu? Tozami? 24 dedingizmi? Mana bu mashinamiz. Metanda. Salonni ichi marhamat. Polik, chexol. 26 000 kilometr mashina yurgan ekan. Chexollar bormi? Devorlarga, ya'ni salonni ichiga koja bilan apchat qilingan, patologlarga material to'ldirilgan. Magnitofon zavodki o'ziniki. 26 000 maki yurgan. Kamchilik yo'qmi aka? Yo'q. Metani bu. Metan bor. Nech pul? 7100. 7100. Kelishsa qancha? 6,5 naqd beraman desa masalan. Yo'q, 6750, 6800 so'radi. 6800 ga bermadingizmi? Shu ozroq qo'shsa beramiz aka. Yaxshi so'rabdi lekin. Beramiz o'sha 6800 dan yaxshi so'rabdi. Qo'shsa beramiz. Bermagan bo'lsangiz. 900 mi? 900 bo'lsa beramiz. Nasiya ekib variant. Yo'q, naqdga. Naqdga. Telefon raqamingizni bering. 99lik 99 048 048 1908. 1908.